Voy, yangi mo'rda, yangi avlodlar bilan 2026-yildagi bu mashina hozir uje bizni qo'limizga keldi. Bugun 1-yanvar kuniga 2025-yilga Kia K8. Hech qancha bo'lmadi chiqqaniga 24-12-oy albatta va mashina 1.6 объемda gibrid. K8 narxini nech pul dedingiz jigar? 35 ming a? 35 ming dollarga gibrid и prestij salonda maksimalniy navorotlari bilan родной окрас без Carfax, ikkita kalitlari bor va o'zini restyling diskalari, 360 kamera, лобовой проекция, бесключевой, слепой zona va podsetkasini qarang, yonishini va pamять сиденья, akustikalari, firmenniy Meridian, elektrический плавающий сиденья va mana bunday bogатый seri salon, prestij salonlari bilan panoramniy lyuklar, multirul, elektronniy tablo, 19 ming probeg, monitor, dozonniy klimat kontrol, sensorniy klimat kontrol, беспроводной zaryadniy ikkitalab, mana derivalari ham bor ekan. Avto hold, обдув, подогрев сиденья, avto hamma yo'qlar bor. Ruchnoylar elektrический. Voy, bu K8, orqa shtorka, orqa podogrev sidеньялар, prestij salonlari. Voy, ma черный крыша. Voy, akam K8 maza qildim. Bunaqa mashina obzor qilmagandik. Mana proflari ham uje bunisi stoyt o'tirib 35 ming dollarga 2025 1.6 gibrid. Absolutniy родной и toza mashina. Egasini nomeri ekran pastida. Bugun 1-yanvar.